Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, hozir sizga telefon bo'ldi va aytishdiki, ertaga falon joyga tadbirga keling va sizga prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev orden yoki medal topshiradi deyilsa, ichingizdan qanaqa his bo'ladi? Ichingizdan qanaqa hissiyot o'tadi? Qalbingizga quloq soling, o'zingizga o'zingiz samimiy bo'ling. Ichingizdan qanaqa hissiyot o'tishini bir o'ylab ko'ring. Bu haqida hozir birozdan keyin to'xtalamiz. Trump haqida deb bermoqchiman. Well, thank you very much. It's a great honor to be with the president of Uzbekistan. Я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии. Мы это говорим и будем говорить. Trumpga aytdiki, sizga Nobel mukofoti berilishi kerak dedi Shavkat Mirziyoyev. Nega u gapni aytdi? Chunki Nobel mukofoti Trumpni yillar davomida erishilmayotgan, unga yeta olmayotgan armoni edi. Eng katta hayotdagi orzularidan biri edi Nobel mukofoti Trumpni. Qanaqasiga desangiz, 2018-yilda, 2016-yilda Trump prezident bo'ldi. 2018-yilda Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyani o'rtasini biroz munosabatlarini yaxshilatdi. My friend. It is good to see you again. 이름 돼서 가까를 O'sha paytda boshlandi birinchi Nobel masalasidagi gap so'zlar. Janubiy Koreya prezidenti aytdiki, sizga Nobel mukofoti berilishi kerak dedi. Lekin 2018-yilda Trumpga Nobel mukofoti berilmadi. 2019-yilda Eritreya bilan Efiopiyani o'rtasidagi munosabatni yaxshiladi va o'sha paytda Efiopiyani bosh vaziri aytdiki, Trumpga qarab, sizga Nobel mukofoti berilishi kerak, siz dunyoda tinchlik o'rnatayotgan odamsiz dedi. Lekin 2019-yilda ham Nobel Trumpga berilmadi. Baydenga yutqizganidan keyin Bayden Amerikan prezidenti bo'lgan paytlarida ham Trump doim ming'illab yurdi. Menga Nobel berilishi kerak edi. Men prezident bo'lgan paytimda dunyoda birorta joyda urushlar ko'paygani yo'q, dunyodagi tinchlikni men saqlab turdim dedi. Lekin unga hech qanaqangi Nobel mukofoti berilmadi. Shu sababdan ham uni Trumpni ushalmagan orzusi, hayotidagi eng katta armonlaridan biri bo'layotgani uchun Shavkat Mirziyoyev aytdiki, sizga Nobel mukofoti berilishi kerak edi. Я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии. Мы это говорим и будем говорить. Bu gap 2025-yilda bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda Nobel mukofoti Trumpga berilmadi. Mariya Xolaga berildi. Venesuelani prezidentini muxolifati bo'lgan, Venesuelani hukumatiga muxolif bo'lgan Mariya Xolaga Nobel mukofoti berildi. Oktyabr oyida e'lon qilindi va Mariya Xolaga Nobel mukofoti berildi. Yana Trump qurib qoldi bu Nobeldan. Dunyodagi eng boy odamlardan biri, milliarder, dunyodagi eng katta iqtisodiga va qurolli kuchiga ega bo'lgan davlatning prezidenti Nobelga erisha olmadi. Yanvar oyida Trump boshchiligidagi Amerika hukumati Venesuelaga qarshi operatsiya o'tkazdi. To'g'rirog'i, Amerikani ichidagi bir tashkilot bordi, Venesuelani ichiga kirdi, Venesuelani prezidenti bo'lgan Maduroni oldida Amerikaga olib ketdi va shunday qilib Venesuelani siyosati Amerikani qo'liga o'tdi. Amerika hal qiladigan bo'ldi Venesuelani ichidagi vaziyatlarda. O'sha paytda Mariya Xola aytdiki, meni qo'limdagi bu Nobel mukofotini Trumpga bermoqchiman. Chunki Venesuelaga ozodlik, erkinlik olib keldi. Trumpga bermoqchiman dedi. Va o'sha paytlarda Amerikani siyosatchilari Venesuelaga keldi. Mariya Xola aytdiki, mana Nobel mukofoti, mana xat hujjatlari, buni iltimos siz Trumpga yetkazib qo'ying dedi. Qo'ysangizchi, bu sizga berilgan demadi. Aytdiki, unaqa narsa bo'lmaydi. Siz o'zingiz borasiz. O'zingiz berib qo'yishingiz kerak, qo'liga bo'lmasam qabul qilmaydi u dedi. Keyin darrov unga viza tashkil qilindi. Amerika vizasi, Amerikaga bordi, Oq uyda Trump bilan uchrashdi. Trumpga o'z qo'llari bilan unga topshirilgan Nobel mukofotini berdi. Haqiqiy bu mukofotga sazovor bo'lgan, haqli bo'lgan odam sizsiz-da Mariya Xola Trumpga Nobel mukofotini berdi. Lekin bu mukofotni, bu Trumpga berilishini Nobel beradigan qo'mita qabul qilmadi. Aytdiki, haqiqiy Nobel mukofoti, bu tinchlik mukofoti Nobelni Mariya Xolaga tegishli. Uni o'zini xohishi bilan kimgadir bergan bo'lishi mumkin, lekin bu o'tmaydi dedi. Savol shuki, Trumpga o'zi nima yetmayapti? Boy bo'lsa, kuchli davlatning prezidenti bo'lsa, agar Argentinani prezidentiga aytsaki, menga eng oliy mukofotingni topshir deydigan bo'lsa, o'zini oyog'i bilan yugurib kelib Trumpga topshiradi Argentinani prezidenti. Yoki Iordaniya qiroliga aytsaki,
Iordaniyadagi eng oliy mukofotni menga topshir desa, Iordaniyani qiroli Abdulloh o'zi yugurib borib Trampga topshiradi. Lekin nega bunchalik Tramp Nobel mukofotiga yopishib olgan edi? Unga nima yetmas edi? Inson hurmat topishni xohlaydi. Puli bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham insonlar uni qadrlashsin deydi. Tarixda qolay deydi. Odamlar meni eslasin deydi. Haligi multfilmda shu gap bor-ku. Biz albatta hurmat qilishlarini istaymiz. Shunga o'xshab Trampni ham hurmatli bo'lish, hurmat ko'rish, qadrlanish ehtiyoji bo'lganiga Nobel olgisi keldi. Lekin boshqa savol bo'ladi. Nega aynan Nobel? Nobel mukofotini bu darajada dunyoga mashhur, obro'li, kuchli mukofot qilayotgan narsa nima? Aytganimdek, Argentinani, Iordaniyani yoki boshqa davlatlarni mukofotini oladigan bo'lsa, bitta barmog'ini shiqillatadigan bo'lsa, shuni o'zi yetarli. Lekin nega aynan Nobelni orqasidan bunchalik yugurdi? Nobelni kuchli, obro'li qilayotgan narsa nima desa, qirollardan, prezidentlardan, hukumatlardan, davlatlardan mustaqil bir mukofot bo'lgani uchun. Dunyodagi 10 ta eng taniqli, eng mashhur, eng kuchli mukofotlarni ro'yxati qilinadigan bo'lsa, hammasi davlatlarga, prezidentlarga, hukumatlarga bog'liq bo'lmagan mustaqil mukofotlar hisoblanadi. Masalan, Oskar. Oskar Amerikada, to'g'rimi? Lekin uni Trampni boshqarayotgan hukumati tashkil qilmaydi. Tramp aralasha olmaydi. Kimga mukofot berish kerak, kimga bermaslik kerakligini Tramp aralasha olmaydi. Tramp boshqarayotgan hukumat aralasha olmaydi. Partiyalar aralasha olmaydi. Film akademiyasi bor. Film akademiyasi kimga Oskar berilishi kerakligini qarorini beradi. Shu sababdan ham Oskar olayotgan aktrisalar yoki aktyorlar bemalol Trampni qilayotgan xatosi bormi, kamchiligi bormi, nohaqlik bormi ayta oladi. Chunki berilayotgan dunyoga mashhur mukofot Oskar davlatga tegishli emas, davlat belgilaydigan mukofot emas. There's benefits to be Right, had well, the perhaps President from the of the United States is fucking lying! Oltin palma bor-ku, yaqinda O'zbekistonda rosa tortishma bo'ldi. Bitta kichik metrajli bitta film Kanga bordi, mukofot oldi, lekin u Kan aslida oltin palma yaprog'i emas. U boshqa Kan edi degan tortishuvlar bo'ldi-yu, har ikkala mukofot ham davlatga aloqasi yo'q. Makronni qosh qovog'i bilan yoki hokimlarni qosh qovog'i bilan beriladigan mukofot emas edi. Davlatdan mustaqil bo'lgan mukofotlar edi. Messi shuncha oltin to'p olgan, Ronaldo shuncha oltin to'p olgan deb tortishuvga sabab bo'ladigan o'sha oltin to'p bitta Fransiyadagi jurnalga tegishli bo'lgan mukofot. Bu mukofot mustaqil bo'lgani uchun, davlatga bog'liq bo'lmagani uchun, Makronni qosh qovog'iga bog'liq bo'lmagani uchun, Trampni ham gapi masalan deylikki, Tramp aytsaki, Argentina bugungi kunda Amerikaga yoqadigan siyosat olib boryapti. Messini o'zi ham Amerikadagi ichidagi jamoada, futbol jamoasida o'ynayapti. Messiga oltin to'p berilsin deb turib Makronga aytadigan bo'lsa, Makronni rosa ustidan kuladi-yu, rosa kalaka qiladi, xotinidan shapaloq yeb yuradi deb turib kalaka qiladi-yu, bir og'iz aytadigan bo'lsa, Makron oltin to'p aralashib turib, shu Messiga bera qolaylik, Tramp iltimos qilyapti deb turib bo'lmaydi. U narsa bo'lmaydi. Oltin to'p mukofoti dunyodagi 100 ta jurnalistlarni saylovi orqali, ularning tanlovi orqali beriladigan bir mukofot hisoblanadi. Ya'ni mustaqil. Dunyodagi masalan Grammy bormi, qaysi mukofotni olinadigan bo'lsa, ular davlatga, prezidentga, qirolga, hukumatga, partiyalarga bog'liq bo'lmagan mukofotlar hisoblanadi. Masalan 2010-yilda Xitoyning muxolifatiga Nobel mukofoti berilgan edi, tinchlik mukofoti berilgan edi. Nima qildi Xitoy? Butun Norvegiya bilan diplomatik aloqalarni ziddiyatga olib bordi, hatto uzadigan darajaga olib keldi. Sababi Nobelni tinchlik mukofotini beriladigan qo'mitasi Norvegiyada joylashgan. O'sha payt hukumat aytdiki, biz aralasha olmaymiz. Unga berma, unga ber deb turib biz aralasha olmaymiz dedi. Shu sababdan ham davlatlarning ta'siri, prezidentlarning ta'siri, qirollarning ta'siri bo'lmagani uchun dunyodagi eng katta davlat, kuchli davlat bo'lsa ham, harbiy tarafdan, moliyaviy tarafdan Amerikaning prezidenti ham orqasidan yugurib armonli bo'ladigan darajada, hattoki dunyoda kulgiga tushadigan darajada, yosh bola holatiga tushib qoladigan darajaga
kelinadi. Nega? Mustaqil bo'lgani uchun. Mukofot davlatga bog'liq bo'lsa, nimasi yomon deyishingiz mumkin. Agar bir mukofot davlatga bog'langan holatda topshiriladigan bo'lsa, masalan, har bir insonni faqatgina Trampda emas, har bir insonni fitratida borki, insonlar boshqalar hurmat qilsin, qadrlasin, mani yurish-turishimga, kiyinishimga, mashinamga, uyimga, joyimga desin degan tuyg'ular bo'lgani uchun o'sha tuyg'ular orqali odamlar qiynalib bo'lsa ham mashina oladi, badabang to'y qiladi, baland-baland uylar quradi. Nega? Ehtiyoji yetarlicha bo'ladigan mashinasi bo'lishi mumkin, ehtiyojiga yetadigan darajada uyi bo'lishi mumkin, lekin o'zini battar qiynagan holatda nega bu ishlarni qiladi desa, odamlar desin, uyimni ko'rib odamlar hurmat qilsin, mashinamni ko'rib odamlar qadrlasin deb turib, o'sha mashinalarni, temirni, g'ishtni, brend kiyimlarni, lattalarni orqasiga bekingan holatda o'zini qadrli his qilish ehtiyoji bo'ladi. Davlatlar, hukumatlar, davlat rahbarlari bo'lsa, bu tuyg'uni, bu insonni ichidagi bu fitratan bor bo'lgan narsani bo'lsa, manipulyatsiya qiladi. Oddiy misol, Isr davlatini xohishi nima edi? O'zbekistonni xalqini, insonlarini o'zini dinidan, o'tmishidan, tarixidan, milliyligidan uzish, yo'q qilish edi. Buni amalga oshirish uchun ko'p ishlar qilgan. Ulardan bittasi O'zbekistonda bugungi kunda faqatgina Xivada qal'a bor. Ilgari, masalan, 100 yil oldingacha bo'lgan davrda Toshkentda bo'lsin, Buxoroda bo'lsin, shaharlar devorlar orasida edi. Bunaqangi devorlar, qal'alar Londonga borsangiz ham bor, Turkiyaga borasizmi, Hindistonga borasizmi, devorlar orasidagi eski qadimiy shahar joyini ko'rasiz. O'zbekistonda faqatgina Xivada, Xorazmda qolgan. Nega? Masalan, Toshkentda bor edi-yu, 12 ta darvozasi bo'lgan deyiladi. O'sha 12 ta darvozasini bugungi kunda Samarqand darvoza, Chig'atoy darvoza degan nomi qoldi xolos. O'sha darvozaning nomi qoldi-yu, o'sha devorlari bor bo'lgan. O'sha darvozaning devorlari bor edi. Qani deyilsa, xalqqa, insonlarga aytildiki, devorlarni buzinglar. Kim ko'proq mehnat qiladigan bo'lsa, kim ko'proq devorlarni buzadigan bo'lsa, unga faxriy yorliq beramiz dedi. Bitta A4 formatdagi oq qog'oz ustiga bir narsalar yozilgan narsani beramiz dedi va odamlar o'sha qog'ozni olish uchun o'zini tarixini, o'tmishini buzib tashadi. Bu masalada uchburchak taraf bor, 3 ta taraf bor. Birinchi taraf davlat. Davlat bir millatni o'tmishini, tarixini buzilishini rag'batlantiryapti va u rag'batlantirishni bir parcha qog'oz evaziga sotib olyapti. Va u bir parcha qog'ozni hukumatni hurmati, hukumatni ardog'i, hukumatni e'tibori deb turib deydigan xalq va jamiyat bor. Xalq va jamiyat degandan keyin o'sha parcha qog'ozni olishga harakat qiladi. O'sha jamiyatdagi insonlarni ba'zilari harakat qiladi. Masalan, bugungi kun bilan solishtiriladigan bo'lsa, qimmat mashinada yurishni biz deymiz, u mashina olish uchun jinoyatchilik qildimi, o'g'rilik qildimi, xalq mulkini o'zlashtirdimi, daraxtlarni kesdimi, ekologiyani buzdimi, Xitoylarga sotdimi, farqi yo'q. Tegidagi zo'r mashinani ko'rib deymiz, yo bo'lmasam bir mansab odamlarni deb turadigan narsa. U mansabga kelish uchun nimalar qildi? Kimlargadir pora berdimi, kimlarnidir sochini oldisa boshini olib keldimi, yoki kimlarning ustidan tuhmat qildimi, tagiga suv quydimi, qizig'i yo'q. Mansabga o'tirdimi, toj kiygan bosh aqllanadi deb turib mansabga deb bosh egilish holatlari bor-ku. Ba'zi holatlarda faxriy yorliqlar bilan, ba'zi holatlarda Nobel bilan tasvirlash mumkin. Chunki insonni tabiatida hurmat ko'rish, qadrlanish ehtiyoji bo'lgani uchun, yana takrorlayman, davlatlar agar mukofot beradigan bo'lsa, bu holatni manipulyatsiya qiladi. Xuddi Stalin davriga o'xshab turib, Stalin davrida nima bo'ldi? Xalqni dardi bilan dardlanganlar, xalqni dardini ko'tarib turib, xalqni manfaati uchun yurganlarni qanchasi qatag'on qilib tashaldi. Kimlar mukofotlandi? Stalin siyosatini maqtaganlar. Stalin siyosatini xalq uchun bo'yab, bezab, bejab berganlar. Keyin nima bo'ldi? Xrushchev davrida, Stalin o'lgandan keyin Xrushchev davrida Stalin siyosatiga xizmat qilganlarning hammasi san'atkor bo'ladimi, yozuvchi bo'ladimi, qo'shiqchi bo'ladimi, hammasi bir dumalab Stalin davri o'tmish davri edi va yomon davr edi, qatag'on davr edi. Biz o'sha paytda Stalin qatag'on siyosatiga bizning ham hissamiz bor edi.
Biz o'sha yolg'on propagandani ichida bo'ldik. Biz o'sha yolg'onlarga xizmat qildik. O'sha bir siyosatni bir parchasi bo'ldik biz demadi. Xrushchev davriga kelib turib, "O Stalin o'ldi, uni davr yomon edi" dedi. Va bunaqangi holat bugungi kunda ham. Masalan, bugungi kundagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tmish davrga nisbatan, Islom Karimov davriga nisbatan aytdiki, u davrda stalbalar ham olib borib qamalgan. Ya'ni qama bo'lgan. Odamlarni mashinasidan joynamoz chiqadimi, arzimagan ayb qiladimi, qamab tashalgan. Yo puldor bo'ladimi, qimmat mashinada yuradimi, qamab tashalgan, biznes tortib olingan degan mazmundagi gaplar aytdi, to'g'rimi? Va o'sha paytda e'tibor beriladigan bo'lsa, o'sha qora davrlar, o'tmish davrlarga e'tibor beriladigan bo'lsa, bugungi kunda rasmiylar tilga olinayotgan o'sha davrlarda Islom Karimovning yonida bo'lgan, Islom Karimovni atrofida bo'lib turib, Islom Karimovga paxta qo'yganlar bo'ladimi, maddohlik qilganlar bo'ladimi, siz rivojlantiryapsiz, O'zbekistonni kuchli qilyapsiz deganlar bo'ladimi? Islom Karimov siyosatini olqishlagan, masalan, deputat ham bo'lishi mumkin, senator ham bo'lishi mumkin, hokim ham bo'lishi mumkin, qo'shiqchi ham bo'lishi mumkin, shoir ham, yozuvchi ham bo'lishi mumkin. Ularning hammasi Islom Karimov tiriklik paytida mukofot olish uchun, mansab olish uchun, manfaat olish uchun, chunki mukofot beradigan davlat bo'lganidanki, men xalq tarafida bo'lib, xalqning dardini ko'targanim yaxshimikin yoki prezidentning kayfiyatiga qarab turib, uni qosh-qovog'iga qarab turib, ish yuritganim yaxshimikin deydigan jurnalistlar, shoirlar, qo'shiqchilar, deputatlar hammasi yo mansabli bo'ldi, yo mukofotli bo'ldi, yo qanaqadir manfaatli bo'ldi, manfaatdor bo'lishdi, nimadir olishdi, nimadir evaziga olishdi. Islom Karimov o'ldi. O'lganidan keyin Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ldi va o'sha paytda Islom Karimovni maqtaganlar, o'sha siyosatni maqtab yurganlar, o'sha siyosatning bir parchasi bo'lib xizmat qilganlar bir dumalab hamma aybni Islom Karimovga ag'dardida Shavkat Mirziyoyev davrini, yangi O'zbekiston davrini bugungi kunda maqtab yurishibdi. Ularning orasidan birortasi aytmaydiki, muhtaram prezident, Shavkat muhtaram deb qayta muhtaram deb xitob qilishi o'shancha aytaman. Shavkat Mirziyoyev muhtaram prezident, o'tmish davrini qayta yomon deyapmiz. Biz o'sha o'tmish davrda birimiz deputat edik, birimiz senator edik. Eng kamida Islom Karimov siyosatini maqtaganmiz va xalqqa bu narsani ishontirganmiz. Qamalarni, stalbalarni ham oborib qamalishlarini, ko'z bo'yamalarni aytmaganmiz, jim turganmiz. Shu mukofotdan mahrum bo'lib qolmaylik, olgan bo'lsak, u bekor bo'lib ketib qolmasin, mansabni yo'qotmaylik, topayotgan pulimizni yo'qotmaylik deb turib, o'sha paytda biz ham o'sha siyosatning bir parchasi bo'lganmiz. Shu qatorda muhtaram prezident, siz ham o'sha siyosatning bir parchasi bo'lgansiz. Mirzo Ulug'bek tuman hokim bo'lgan paytda ham, Jizzax viloyat hokim bo'lgan paytda ham, Samarqand viloyat hokim bo'lgan paytda ham yoki bosh vazir bo'lgan paytda ham o'sha tizimni, o'sha o'tmish davrni kimlardir qora kun deyotgan, kimlardir o yomon Stalin davridagi qatag'onlar bo'lgan davr deyilayotgan davrda siz boshqaruvdagi ikkinchi shaxs edingiz-ku, bosh vazir sifatida 13 yil faoliyat yuritdingiz-ku, 90-yildan buyon hokim, tuman hokimi, viloyat hokimligi vazifasida bajardingiz-ku, o'zingizni ichingizdan biroz o'sha eski davrga nisbatan, qoralanayotgan eski davrga nisbatan aybdorlik hissi, xalqqa nisbatan biroz aybdorlik hissi, biroz jinoyatga sheriklik hissi yo'qmikin deb aytolmaydi. Chunki bugungi kunda erishayotgan mukofoti, mansabi, manfaati, pul, bu tanish bilishlarni yo'qotib qo'yishi mumkin. Shu sababdan ham bugungi kunda yana o'sha Islom Karimov davrida qanaqa qilib olqishlagan bo'lsa, bugungi kunda o'tmish davrini qoralab turib, endi Shavkat Mirziyoyev davrini olqishlab turibdi. Chunki mukofot olish kerak, mansabga erishish kerak, manfaatidan, undan, bundan yo'qolib qolishni xohlamaydi. Chunki o'sha mansabi uchun, o'sha mukofoti uchun odamlar ularga nisbatan o deydi. Shu sababdan ham sizga bir misolni keltiraman. Nobel mukofoti, o'sha Trump orqasidan yugurib yurgan mukofot bor-ku. O'sha Trump orqasidan yugurib yurgan mukofotni Nobel bir yozuvchiga bergan edi. U mukofotni rad qildi, qarang. O'sha Amerikaning prezidenti orqasidan yugurib erisha olmayotgan mukofotni bir yozuvchiga berilgan paytda u yozuvchi rad qildi. Va faqatgina mukofot berilmaydi, katta miqdorda bugungi kunda $1 million atrofida pul mukofoti ham beriladi. Pul mukofotini ham, Nobel mukofotini ham rad qilgan. Nega? Men Nobel mukofoti sovrindori, yozuvchi degan bir ramkani ichiga tushib qolishini xohlamayman. Meni fikrlarim, meni shaxsim yozuvchi sifatida
qabul qilinishini xohlayman degan. Bu nimani bildiradi bilasizmi? Inson o'zini qadrini bildiriladi. O'zini qadrini bilgan inson iPhone'ni yengisi chiqibdi deb turib qimmatga qarz qilib olib orqasiga bekinmaydi. O'zini qiynab qimmat mashinalar orqasiga bekinmaydi. Latta putta brendlar orqasiga bekinmaydi. Yoki medallar, ordenlar orqasiga bekinmaydi. Chunki Jean-Paul Sartre degan yozuvchi Nobel mukofotini, o'sha Amerika prezidenti orqasidan yugurayotgan mukofotni ham bir o'yinchoq deb qaragan. O'xshar olmadingizmi? O'yinchoq deb deyishingiz mumkin. Bu o'yinchoq degan gap menga tegishli emas. 1802-yilda Napoleon amaldorlar bilan, generallar bilan o'tirib yig'ilish o'tkazadi va aytadiki, biz yangi ordenlar, medallar ta'sis qilishimiz kerak deydi. Va generallar e'tiroz bildiradi. Ular eski davrni, qora kunlarni o'yinchoqlari-yu deydi. Chunki 1789-yilda Fransiyada inqilob bo'ladi. Fransiya Respublikasi tashkil qilinadi va uni boshqarayotgan Napoleon edi. Generallar e'tiroz bildiradiki, u eski qirollik davrlariga tegishli bo'lgan mukofotlar-ku, u o'yinchoqlar-ku deydi. U mukofotlar bir o'yinchoq-ku desa, Napoleon aytadiki, shu o'yinchoqlar orqali biz askarlarni urushga jo'natishimiz mumkin. Shu o'yinchoqlar orqali biz jurnalistlarni sotib olishimiz mumkin. Shu o'yinchoqlar orqali biz xalqni boshqarishimiz mumkin degan Napoleon. Shu sababdan ham biz nimalarga erishgan paytda qalbimiz xursand bo'lyapti. E'tiborli bo'laylik, samimiyat bilan o'zimizdan sarhisob qilaylik va boshqalar nimalarga erishgan boshqalarga deb munosabatda bo'lyapmiz. Ularga ham e'tibor beraylik, chunki dunyodagi eng boy odamlardan biri bo'lgan Trump, dunyodagi eng katta mansablardan biri bo'lgan Amerikaning prezidenti orqasidan yugurayotgan Nobel mukofotini kimlardir uni oddiy o'yinchoq deb rad qilgan. Va shu sababdan ham Hojiboy Tojiboyevning bir gapi bor edi. Xullas, Sumalayda o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berish kerak deydi. Bu Sumalayda o'ylab topgan odamga Nobel mukofotini berib bo'lmaydi dedim. Chunki Sumalay dedim, Nobeldan 2000 yil oldin paydo bo'lgan dedim. Nobelda o'ylab topgan odamga sumalak berish kerak dedim. Sumalakni qadri Nobeldan ham qadrliroq demoqchi. Sumalakni tarixi bor, o'tmishi bor, bizning milliyligimizga bog'liqlik bo'lgan, bog'langan urf-odatimiz va uni qadri Nobeldan ham ustunroq degan edi Hojiboy Tojiboyev. Va butun bu 30 daqiqalik videoyim davomida nima deyapti o'zi bu? Napoleon deydimi, Medavik deydimi, Efiopiya deydimi deb turib shuncha gaplardan men nima demoqchi ekanligimni tushunmaganlar uchun Hojiboy Tojiboyevni shu gapi bilan tugatmoqchiman. Tinchlik o'zim. Ozgina kayfim bor, vaqt yuribanda. Bemalol. Alvido. Sog' salomat bo'ling, omon bo'ling.